Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun mana pligimizni cho'tki obzor qilib beramiz sizlarga. Pastdagi nomerlarga kimga plig kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh. Joyimizga e'tibor bermaysa, xohlasa ishxonamiz ham o'ta go'zal holatda emas. Mana xullas hamma yo'q bitgan. Umuman aybi qolmadi ishlarda, yig'sak bo'ldi. Kommentariyada aytishyapti, sizlarning akkauntlaring rostmi, qilib berasizlarmi haqiqatan plig deyapti. Mana akalar, bitta hammasini ko'rib, mana o'zlaring xulosa chiqarib olasizlar. Mana o'ta ham cho'tki holatda bitgan, mana zavodskiy holatda bitgan pliglar. Kelasizlar mana buni bugun charishda uyda olsa cho'tki holatda bitdi. Mana bular tortqalari akalar, bularni ham mana qo'lda yasaganmiz, inshaalloh qotishlari, bo'shashlari va ham cho'tki holatda, mana ko'rishlaringiz mumkin. O'ta ham go'zal holatda bitqazdik. Kimga anaqa pligda kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasa mana bunisi kichkina tortsa akalar. Buni ham o'ta ham go'zal holatda bitgan, rezbalari, qotishlari. O'zi buni traktor minadigan, plig qiladigan, plig haydaydigan akalar biladi o'zlari. Ne ko'rib videoni. Mana qotishlari ham vahshiy cho'tki holatda. Xullas hamma yo'q akalar, mana bu kattasi tortqini. Mana bo'shashlari, qotishlari o'ta ham go'zal holatda bo'lgan. Mana ponni bitta ko'rib o'zlaring baho beraverasizlar. Mana bu oyoqlar, mana oyoqlari ham akalar o'zi traktorchi akalar biladi buni qanaqaligini. Vahshim o'ta ham go'zal holatda bitganda akalar, vahshim aybi yo'qda narsalarni. Kimga anaqa kerak bo'lsa, mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar, bemalol. Xohlasa cho'tki qazib beramiz. Xo'p, mana bu yoqda akalar pligimiz asosiy oldi bu. Xohlasa bu ham cho'tki holatda bitgan, pachimliklarni qoqib qo'ydik. Chiroyli kelasizlarni ham sepilgan, mana svarkalarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Vahshim aybi yo'q, o'ta ham cho'tki holatda bitgan. Kimga anaqa alohida ham sotilaveradi ekan. Avvalo shunaqa. Alohida sotasizlarmi deb kommentariyada yozganlarga alohida ham qilib berilaveradi. Murojaat qilaverasizlar pastdagi nomerlarga. Bunisi mana ikkinchisi. Xohlasa bu ham cho'tki holatda bitgan. Mana bu yoqda asosiy ramalari 3x1. Ikkalasi 3x1, bu 3. Xohlasa cho'tki holatda bitgan ramalar. Mana ba'zi pligimiz o'sha asosiy hashlari, ular ishlarni qilib butilkalarni qoqamiz. Xohlasa bularni cho'tki holatda bitgan o'sha ishlarni. Bunisi ham mana ikkalasini ham xohlasa qo'lda yasaganmiz va cho'tki holatda bitgan. Kimga mana anaqa plig kerak bo'lsa yoki nasos kerak bo'lsa, mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'ta ham cho'tki holatda bitkazib beramiz akalar. Xohlasa chiroyli bitkazib beramiz. Bitta ko'rishlaringiz ko'zlaringiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana nasoslarimiz xohlasa cho'tki holatda bitgan. Ularni egalariga yasab berganmiz. Endi kimga mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga yoki Telegram shapkamizga yo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasa mana shu cho'tki holatda bitgan. Mana bu nasosimiz 150 talik germetikalargacha bo'lgan. Mana boltlari hamma yo'q qotirilib, mana yoq tushadigan joylari. Xohlasa nasos vahshim aybi yo'q. Mana aylanishlarni ko'rishlaringiz mumkin. Mana pechatkalarni ham vahshim cho'tki holatda bitgan. Ovoz chiqqani yo'q. Mana bu yoqda klapinimiz vahshim bu ham cho'tki holatda bitgan. Mana bekitishlari ham mana ko'rishlaringiz mumkin akalar. Vahshim cho'tki holatda bitgan. Leslarni ham qalin leslardan qilib, xohlasa machinalarni holatda bitgan. Mana bu 350 talik nasosimizni kirchetkasi bo'ladi. Kimga anaqa kirchetka nasosi kerak bo'lsa, shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vahshim mana cho'tki holatda bitkazib beramiz akalar. Aybi yo'q buni ham. Prosta bu tashqarida ko'p qolib ketgan. Shuning uchun bularning egasi bor, egasiga berib yuboramiz. Xohlasa sizlarga aytsalar, kelasizlar chiroyli qilib o'ylab o'ylab o'rnatib berishimiz. Hozir qilaverasizlar, mana shu pastdagi nomerlarga akalar bemalol. Xohlasa cho'tki bitkazib beramiz.